Mana ba'zilar aytadi, o'sha jigarim kichrayibdi deydi, jigarim quribdi deydi. Ba'zilar aytadi, gepatit bo'lgandan keyin jigarim ishibdi deydi. Bu ikkalasi qanaqa holat? Haqlimi bittanasi? O'sha jigar sirrozi nechta qiladi? Mana shu suv yig'ilishi nima sababdan, nimani oqibatida kelib chiqadi? Shu yerda mana hozir davolash haqida gapirdik. Mana shu jigar sirrozi butunlay davolanadimi yoki inson umrini oxirigacha uni simptomlari bilan kurashib keladi? Xudoga assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sizni yana kanalimizda ko'rib turganimizdan xursandmiz. Mana o'tgan safargi gepatit haqidagi videoyimizdan keyin sizga murojaatlar ko'p bo'ldi, kommentariyalar ko'p bo'ldi. Odamlar so'rashib boshladi. O'sha bizda ko'pchilik biladi, o'sha gepatit bilan jigar sirrozi bir-biridan ketma-ketlikdan keladi. O'sha jigar sirrozi haqida video bersanglar, suhbatlashsak, doktorning gaplarini, fikrlarini eshitsak dedi. Shunga siz bilan bugun jigar sirrozi haqida gaplashsak nima deysiz? Assalomu alaykum bizani kanal obunachilarimiz, tinglovchilar. Bu savolga javob berayotganimizda jigarni har bir surunkali jigar kasalliklarini oxirgi bosqichi sirroz bilan tugaydi. Sirroz degani nima? Sirroz degani bu normadagi gepatositlarni biriktiruvchi to'qima bilan qamrab olinib, biriktiruvchi o'sha normada ishlaydigan jigar hujayralarini o'rniga biriktiruvchi to'qima hosil bo'lishi bilan tugatiladigan protsessi sirroz deb aytiladi. Mana shuni oqibatida jigar faoliyati buziladi. Jigar faoliyati buzilgandan keyin portal tomirlarimiz bo'ladi. Portal tomirlarda qon aylanishi buzilishi oqibatida sirroz vujudga keladi. Xalq tilida bu narsani jigari qotib qolishi, zichlashishini sirroz deymiz. O'sha aytganimizdagi hamma gepatitlardan keyin oxirgi bosqichi sirroz vujudga keladi. Mana ba'zilar aytadi, o'sha jigarim kichrayibdi deydi, jigarim quribdi deydi. Ba'zilar aytadi, gepatit bo'lgandan keyin jigarim ishibdi deydi. Bu ikkalasi qanaqa holat? Haqlimi bittanasi? Birinchidan jigar kasalliklar bo'lgandan keyin virusli bo'lishi mumkin, modda almashuvi oqibatida bo'lgan bo'lishi mumkin yoki alkogolli bo'lishi mumkin. Bularni birinchi jigar shikastlangandan keyin birinchi shishadi. Bu degani vaspalение, yallig'lanish bo'ladi. Undan keyin bunga e'tibor bermasa, bu o'sha biriktiruvchi to'qimaga aylanadi. Hujayralar gepatositlar o'z vazifasini qila olmagandan keyin jigar kichrayishni boshlaydi. Demak, kasallanish prosesini boshlanishi bu jigar ishi bilan bog'liq. Demak, kasallik boshlandi. Jigar shishadi, oxirgi etapi jigar kichrayishi bilan bu sirroz bo'ladi. Sirroz oxirgi etapi bu karsinoma, jigar rakiga olib keladi. Mana hozir aytib o'tdingiz, gapingiz orasida chiqdi, alkogolli, virusni deysiz. O'sha jigar sirrozi nechta turadi? Jigar sirrozini virusli turi bo'ladi. Modda almashuvining oqibatida kelib chiqadigan jigar sirrozi bo'ladi. O't yo'llarini yaxshi ishlamasligining oqibatida sirroz vujudga kelishi mumkin. Undan tashqari o'sha aytilgandan keyin dorini noto'g'ri iste'mol qilishda, to есть toksik gepatit deb aytiladi, zaharlanish bilan bo'ladi. O'shunaqa turlari bor. Turlaridan nealkogolniy steatogepatoz deyiladi yoki organizmda moddalarni almashuvida, mikroelementlarni almashuvida vujudga keladigan genetik kasalliklar ham bor. O'shalar ham sirrozga olib keladi. O'shanda shunaqa kasallikga Wilson kasalliklari bor, mukovistsidoz, galaktozemiya degan kasalliklar. Bu genetik kasallikda vujudga keladigan turlari, sirrozi turlari bor. Sirrozni o'sha birinchi alomatlari qanday bo'ladi? Mana endi sirroz to'g'risida gapirishganimizda, alomatlar to'g'risida gapirganimizda ko'p odam sirroz alomatini bila olmaydi-da. Buni sababi ham bor. Sirrozni klinik ko'rinishida 3 ta turi bor-da. Kompensatsiya bor, to'g'ri. Subkompensatsiya to'g'ri bor. Dekompensatsiya bor. Kompensatsiya vaqtida odam bemalol yuradi, hech nimani bilmaydi. Hech qanaqa shikoyati bo'lmaydi.
shu 1 yil 2 yil shunaqa yurgandan keyin o'zi bilmagan holatda e'tibor bermaydida jigariga. Keyin subkompensatsiya, dekompensatsiya paytiga kelganidan keyin asoratlari paydo bo'lgandan keyin bemor o'ziga e'tibor berishni boshlaydi. Bu degani nima? Masalan, kompensatsiya paytida biz lecheniya qilayotganimizda ham bunaqa buni jigar kasalligi, masalan, bunga chuqurroq qaramaymiz-da bularga. Oddiy dorisini berib, uy sharoitida o'zi oddiy ovqatni, parhezlarni o'rtacha parhez qilib, yog'li ovqat yemaydi, oddiy ovqat yeb yurgan paytida ham bu joyga kelishi mumkin. Kompensatsiya paytida agar vaqtida e'tibor bersak, bu keyingi etaplarga o'tmaydi. Endi to'g'ri, virusli agar bo'ladigan bo'lsa, o'sha bu degani virusli bo'ladigan bo'lsa, kompensatsiya davrida virusga qarshi dori bersak, agar alkogol ichayotgan bo'lsa, o'sha paytda alkogolni iste'molini kamaytirsak, zararli dori ichayotgan bo'lsa, zararli dorini ta'sirini kamaytirsak, o'shalardan keyin bu kompensatsiya davridan dekompensatsiyaga o'tib keta olmaydi. Dekompensatsiya davriga o'tdi degani, bu degani sirrozni o'zini keyingi asoratlari paydo bo'ladi. Unda bemor holsizlik bo'ladi, charchash bo'ladi, kayfiyati buziladi. Endi bu nima degani? Masalan, har bir sirrozda o'zini asoratlaridan birlaridan keling bitta ko'rib chiqadigan bo'lsak, birinchi payti jigar ensefalopatiyasi boshlanadi. Jigar ensefalopatiya degani nima degani? Bu zaharlanish deyiladi. O'sha bilirubin ko'payishining oqibatida, o'sha jigar hujayralarining yetishmovchiligining oqibatida organizmda miqdori, ammiak miqdori ko'payib ketib qoladi-da, modda almashuv buziladi-da, o'sha bilirubin almashuv. Organizm zaharlanishni boshlaydi. O'shanda aytganimizdek, jahl chiqadi, yig'loqi bo'ladi, har bir narsani gapni ko'tara olmaydigan odamlar bo'lib qoladi. O'sha jigar insonlarga xotira pasayadi, esdan chiqib qoladi, qaysi kun bugun, qaysi chislo nima yedi, o'shanaqa narsalar darajagacha borib qoladi. Buni jigar ensefalopatiyasi deyiladi. Buni darajalari ham bor. Endi uni keyingi dasturimizda u narsani batafsil gapirishib, ya'ni tushuntirib beraman. Bu ensefalopatiya bo'yicha bo'layotgan bitta asorat. Ikkinchi asorati sirrozi bo'ladigan ko'p hamma biladi, qorinda suyuqlik yig'ilish boshlanadi. Qorinda suyuqlik yig'ilishi assid deb aytiladi. Endi assidning ham o'zining turi bor, darajasi bor. Agar o'zingizda bilinadigan darajada bo'ladigan bo'lsa, birlamchi assid deyiladi. Ikkinchi darajada sal ko'zda qarasangiz bu ikkilamchi, uchinchi darajasi u jigar qorin tarang bo'lib turishini 3-darajada assid deyiladi. Assid degani qorin bo'shlig'ida suyuqlik yig'ilishi. Bu ham shu asoratlarga bittasiga kiradi. Endi 3-asoratlaridan biri oshqozon, qizilo'ngachda varikoz venalarimiz bor. O'shalarni kengayib ketishi va o'shalardan qon ketib qolishi. Bu xavfli vaziyatlardan biri. 4-asorati o'tkir buyrak yetishmovchiligi ham olib keladi bu narsa. Buni boshqacha tilda gepatorenal sindrom deyiladi. Mana shularning oqibatida bemor, mana shularning komplekslarning ko'payishining oqibatida bemor nobud bo'lib qolishi mumkin. Asosan shu qon ketib qolishdan nobud bo'ladi. Mana hozir aytdingiz, oshqozon shu qorin bo'shlig'ida suv yig'iladi dedingiz. Mana shu suv yig'ilishi nima sababdan, nimaning oqibatida kelib chiqadi? Tak, buni sababi shuki, portal venalarimizda qon aylanishini buzilishining oqibatida hamma suyuqliklarni o'sha osmos, mana meditsinada o'sha mexanizm bor, osmos yo'li bor. O'sha osmos yo'lini buzilishining oqibatida organizmdagi, qorindagi, mana qonning ichidagi oqsillarni hammasi qorin bo'shlig'iga o'tib ketishini oqibatida bo'ladi. Mana shuni oqibatida biz aytamiz, qorinda suyuqlik yig'ilibdi, suv bo'lmaydi u narsa. U tomirimizdagi kerakli oqsillar bo'ladi. O'sha oqsillarni suyuq holatda yig'ilishi bo'ladi. O'sha uchun qorin bo'shlig'i chiqib ketgandan keyin nimaga assid bo'lgan odam tez charchash bo'ladi, charchab qolishlar bo'ladi. Hamma kuch tashqariga chiqib ketyapti. Organizmda o'sha oqsillik kamayib ketishining oqibatida vujudga kelyapti. Onkotik bosimni har xilligini hisobiga qorin bo'shlig'ida suyuqlik yig'ilishi boshlaydi. Endi buni sharoitda nima qilishimiz kerak? Endi qorinda suyuqlik yig'ilganidan keyin bemorlar hovliqib qoladi-da, borib
oddiy misol siydiradigan dorilar bilan bu narsani tushirsa bo'ladi, yo mani teshib qorinni suyuqligimni olib qo'ying deydi. Bu ham xavfli narsa. Uni doktor o'zi baholab, o'sha qachon olish kerak, qachon olish kerak emas, qachon siydirib olish kerakligini o'zi baholab beradi. Shunaqa assetlar borki, oddiy siydiradigan dorilar bilan qaytadigan assetlar bor. Bular yaxshi. Shunaqa borlarki, assetlar borki, siydiradigan dori qilsangiz ham baribir bu narsa kamaymaydi. Bu xavfliroq bo'ladi. Buni faqat o'sha paratsentez bilan degani qorinni devoridan teri orqali teshib o'sha suyuqlikni olishi paratsentez deyiladi. Ba'zida bo'ladi, odamlar aytishadi, shu quturmanga yetdi, shu holini qora ichgani. Asid boshlangan insonlar aytadi, suv ichmagin dedi. Deb aytdi deydi. Shu yana suv ko'payib ketadi, yana suv yig'ish boshlaydi. Bu to'g'rimi, noto'g'rimi? Endi suvni ichishni baribir har bir assetni davolayotganda biz har doim doktorlar, malakali doktorlar, malakasi bor doktorlar hammasi birinchidan tekshiruv o'tkazadi. Tekshiruv o'tkazgandan keyin nima tekshiruvlar bo'ladi? Sirrozni o'sha assetni davolashida. Birinchidan gastroskopiya qiladi. Shu oshqozonda varikoz kengayishlar bormi, yo'qmi, u narsani qilinadi. Ikkinchi o'rinda UZI qilinadi. Jigar, o'tqopi, oshqozon usti bezi, talog'ini. Agar kerak bo'ladigan bo'lsa, MSKT ham qilinadi, qorin bo'shlig'ini. Har xil onkologik hosilalarni istisno qilish uchun uni qilinadi. Undan tashqari qon olib tekshiriladi, biokimik analizlar qilinadi. Biokimik analizlar qilingandan tashqari asosiy e'tibor beriladigan narsa o'sha sirrozda, mana assetni davolayotganda mikroelementlarni, plazmadagi mikroelementlarni normasini ko'rish kerak. O'sha asosan natriyni miqdorini ko'rish kerak bo'ladi. Natriyga qarab turib qancha quyish kerak bo'ladi, qancha suv ichsa bo'ladi, shu narsani baholash mumkin. Agar natriyning miqdorini o'sha me'yoridan pasayib ketgan bo'lsa, unda suyuqlik ichishlar mumkin emas-da. O'sha ko'p ichish mumkin emas. Buni o'zini sxemasi bo'ladi. Endi buni malakali doktorlar o'zi joyida ularga tushuntirishadi. Lekin haligi siz aytgan gapingizga ko'proq suyuqlik ichish kerak emas degan narsa to'g'ri. Ko'p suyuqlik ichib qo'yadigan bo'lsa, agar siyish bo'lmasa, qorin bo'shlig'ida suyuqlik yig'iladi. Agar o'sha suyuqlikni ichib turib, siyishi yaxshi bo'lib turadigan bo'lsa, buni ziyoni yo'q. Demak, shu assetni o'zini holatiga qarab, bemorning o'zini anamneziga qarab turib, yo ichish kerak, yo ichmaslik kerak, yo natriy qilish kerak. O'sha uning uchun shu barcha tahlillar bilan birga qilish kerak. Ha, doktor bilan maslahatlashilgan holatda qilish kerak. Endi ko'pchilik bemorlarimiz bor, doktorga borishga ham imkoniyati bo'lmaydi-da. O'shalar tabiiy yo'llar bilan ham davolanib ko'rishadi, nima qilishadi, lekin baribir men tavsiya beraman, o'sha doktorlar bilan maslahatlashib, shu narsani davolagani yaxshi. To'g'ri davolangan jigar sirrozi vaqtida davolangani o'sha insonni umrini cho'zishga imkon beradi. Agar biz vaqtida e'tibor bermasdan turib, o'sha doktorlarning yoniga bormasdan turib, uy sharoitida samolecheniya qiladigan bo'lsa, bu bemorni nobud bo'lib qolishiga olib kelib qo'yishi mumkin. O'shanga tavsiya beraman. Bizda har bir viloyatlarda, shaharlarimizda o'zi gepatologik markazlar bor. O'shalarga uchrashib, yo'da hamma malakali doktorlar, hammasi malakasi kuchli, o'z ustida ishlagan doktorlar juda ko'p. Ular maslahat beradi. Agar yo'dan qanaqadir savol-javoblar og'irroq darajada bo'ladigan bo'lsa, bularni bemalol bizning yonimizga kelsanglar, qo'limdan keladigan darajada malakali, to'g'ri maslahat berishga yordam beraman. Shuhrat aka, mana hozir davolash haqida gapirdik. Mana shu jigar sirrozi butunlay davolanadimi yoki inson umrining oxirigacha uni simptomlari bilan kurashib keladi? Jigar sirrozini davosi to'g'risida gapiradigan bo'lsak, yana birinchi o'rinda davo qilishdan oldin klinikasi bo'ladi, sirrozlarning darajasi bo'ladi. Darajasiga qarab turib davolaniladi. Buni klassifikatsiyaga qarab turib o'sha 3 ta turga bo'linadi. Pelchu degan anaqasi klassifikatsiyamiz bor. O'shanda Chalpiu deyiladi.
o'sha klassifikatsiyaga qaraganda 3 ta etapga bo'linadi. A klass bor, B klass bor, C klass bor. Bu viruslarniki emas, bu sirrozni bo'limlari. Bu o'shanga adashtirmaylar-da. O'shanga qarab turib, og'irligiga qarab turib, biza shu klassga qarab turib, sirrozni prognozini bera olamiz. Qancha bu odam masalan foizi yashash foizi yoki ikkinchi masala qachon transplantatsiya qilish to'g'risida biza bunga qarab turib, shu klassga qarab turib biza bera olamiz, informatsiya bera olamiz. Endi siz hozir savol berganingizga qarab, buni davosi to'g'risida davolayotganimizda birinchidan sirrozni nima keltirib chiqarayotgan faktorni birinchi davolashimiz kerak. Birinchidan o'sha virusli bo'lsa, masalan gepatit C bo'ladigan bo'lsa, o'zini sxemasi bo'yicha proteovirusli preparatlarni ishlatishimiz kerak. O'sha gepatit C'larda sirrozi bo'lib turgan odamlarda proteovirusli terapiyasi hammaga o'xshab 3 oy emas, 6 oy bo'ladi ularda, farqli ravishda. Gepatit B'si yoki deltasi bo'ladigan bo'lsa, bu butun umrbod bu dorini proteovirusli preparatni ichadi. Yana endi qarang, agar alkogolli bo'ladigan bo'lsa, unda o'sha modda almashinuvini yaxshilaydigan, jigar faoliyatini yaxshilaydigan dorilarni berib turib, undan tashqari hali aytganimdek portal gipertenziya degan narsa bor. Portal venada bosimi yuqori bo'lishni oqibatida bu vujudga keladigan asoratlar bo'ladi-da. O'sha asoratlarni davolash uchun birinchi o'rinda to'g'ri ovqatlanish kerak. Mana imенно to'g'ri ovqatlansa, bizani bemorimiz o'sha paytda o'sha kerakligi, ratsioniga kerakligi oqsillar, kerakligi yog'i, kerakligi o'sha miqdorli mikroelementlarni iste'mol qilib tursa, u faqatgina biz sirroz deganimizda faqatgina oqsil yeyish kerak degani emas. Mana masalan asosan jigar kasalliklarida vitamin D ni yetishmovchiligi juda katta bo'ladi-da. O'sha vitamin D ni berib tursak, ko'plar vitamin D ni sababi bor-da, ya'ni ichishmaydi. Biz o'zimiz quyoshda yurimiz, o'sha yetadi o'zi deb. Yo'q, agar vitamin D ni tashqi tomondan kirib turib, quyosh bilan organizm quyoshda yurib tursa, o'shanda bu vitamin vujudga keltiradi. Ungacha bu vitamin kelmaydi. O'sha uchun demoqchi bo'lgan narsam o'sha vitamin D ni ham me'yorini ko'paytirib ichib turish kerak bu paytda. Sizga aytganimdek, o'sha sirrozni davolayotganimizda asosan asoratlarini birinchi joyiga qilishimiz kerak, joyiga qo'yishimiz kerak, чтобы bu asoratlarning oqibatida inson nobud bo'lib qolmasligi kerak. Bu yog'ida o'sha jigar faoliyatini yaxshilaydigan dorilardan, o'sha gepatoprotektorlar, jigar faoliyatini yaxshilaydigan, qon aylanishini yaxshilaydigan dorilarni berib turishimiz kerak bo'ladi-da. O'sha jigar faoliyati bilan odam 100 yoshgacha yashab yuradi, o'ziga qarab turadigan bo'lsa. Bular qanaqa paytda o'ziga qarash kerak degan ma'nosi bor. Mana masalan, jigar sirrozi bo'lgan bemorlarimiz har masalan portalniy gipertenziya degan diagnozi o'sha vena portasining miqdori yuqori bo'lib ketib yoki oshqozonida qon tomirlarida varikoz kengayishlar bo'ladigan insonlarimizda har 3 oyda baribir doktor nazoratida bo'lib turish kerak, qarab turish kerak. Har 6 oyda uzi qildirib turish kerak. Har bo'lmaganda har 3 oyda doktor nazoratida bo'lish kerak. Kerak bo'ladigan bo'lsa 1 oyda ham ko'rinib turish kerak doktorning nazoratiga. Instrumentalniy tekshiruvlar emas. Shularni qarab turish kerak. Undan tashqari o'sha o'zini qon ko'rsatkichlar bor. O'sha qon ko'rsatkichlarni ham vaqtida tekshirib tursa, o'shanda siz aytganingizdek hayoti o'sha bir tekisda ketadi. Endi yana haligi gapingizga yana bitta aytaman, klassga bog'liqda, mana bu jigarni zararlanishi, jigari o'sha sirrozi qaysi darajada ketayotganiga qarab turib, oxirgi C klassida bo'lganda bu yaxshi alomatlarga olib kelmaydi. Endi buni doktorlarning konsiliumiga qarab turib, jigarni transplantatsiyasiga unda oxirgi momenti shu jigar transplantatsiyasi bilan tugaydi-da. Gapingiz orasida aytib o'tdingiz, parhezi, shu ovqatni dedingiz. Mana vrach sifatida o'sha jigar sirroz protsessi boshlangan, fibroz boshlangan insonlarda nima ovqatlar yeyishni tavsiya qilasiz va qanday narsalarni, qanday ovqatlarni yemaslikni tavsiya qilasiz? Qisqa bitta sanab bersangiz.
Birinchidan jigar sirrozi bo'lgan bemorlarga oqsilga boy, mikroelementlarga boy ovqatni yeyishga tavsiya etamiz. Mumkin emas bo'lgan narsa achu, sho'r, qo'rilgan ovqatlarni biz mumkin emas deb aytamiz. Tuzni kamroq iste'mol qilish kerak bo'ladi. Imkon bo'lsa, sirrozlarda biz har doim tvorog yeyishni tavsiya qilamiz. Tvorog o'zimizni. Aynan tvorogmi yo sut mahsulotlarimi? Yo'q, tvorog misol. Kimdirlarga sut mahsulotlari qornini dam qilib qo'yishi mumkin. O'zi qornida suyuqlik bo'lib turib, yana dam qilib qo'yadigan bo'lsa, shunaqa bemorlarimiz bor, ana sutni ko'tara olmaydigan. Mana ularda qornida har xil diskomfort holatlar bo'ladi. O'sha uchun tavsiya etadigan narsam bular o'sha tvorogga, ikkinchidan agar bemorlarimizda qandli diabeti bo'lmaydigan bo'lsa, o'sha bizada ota-bobolarimiz bilib ishlatib turishgan, o'sha tvorogga ertalab och qoringa tvorog olib, yarim pela tvorogga bir choy qoshiq asalni qo'shib, o'shani och qoringa yeb tursa, juda jigarga himoya, yaxshi oqsil, tayyor oqsil tushyapti. Tashqi tomondan tushmaydi. Asal nima qilmaydi? Odamni qiynab qo'ymaydi? Yo'q, asal agar biz tvorog bilan buni aralashtirib turadigan bo'lsak, asal vazifasi glyukoza vazifasini bajarib turadi-da, o'sha endi glyukoza emas, fruktozani vazifasini bajarib turib, o'sha bajargani oqibatida bizada nima bo'ladi? Jigarga oziqa bo'ladi. Jigarga kuchli oziqa bo'ladi. O'sha oziqa bo'lgandan keyin bizning maqsadimiz jigarga oziqa berib turib, jigar faoliyatini, metabolizmini yaxshilash. O'sha uchun parhezi roli katta o'ynab beradi. Sirrozlarda parhez qilganimizda birinchi o'rinda o'sha 5-stol parhezi bor. Bu 5-stol degani yog'li ovqatlarni iste'molini cheklash. Yog'li, alkogol, kanserogen ko'p yoki uglevodi ko'p ovqatlardan sal cheklash bo'ladi. Birinchidan suyuqlik ichib turishimiz kerak. O'sha aytganimdek natriyni miqdoriga qarab turib, yo ko'paytirish kerak, yo kamaytirish kerak suyuqlikni ichishni. Undan tashqari yeyotgan ovqatni agar oshqozonni qizilo'ngachda, oshqozon ichki varikoz kengayishlari bo'ladigan bo'lsa, unda blenderda maydalangan holatda ovqatlar yeyish kerak bo'ladi. Yog'sizroq bo'lgan ovqatlar, tez parchalanadigan, oshqozonga tushib, tez parchalanadigan ovqatlar bo'lish kerak. Chunki oshqozon osti beziga ham, jigariga ham kuchini olib qo'yish kerak emas-da. O'shanga tez hazm bo'ladigan ovqatlarni iste'mol qilishimiz kerak. Mevalar albatta, ko'katlar albatta, meva ko'katlardan iste'mol qilish kerak. O'sha brokoli degan karomlarimiz. Mana shu ovqatlarni holati qaynatilganmi, dimlanganmi, bug'da pishirilganmi, qovurilganmi, qanaqa holat? Qovurilgandan tashqari hammasini iste'mol qilsak bo'ladi. Qovurilgandan tashqari xohlagan. Yana bitta narsa biz yoshligimizda yetardi. Qanchalik shunga to'g'ri nima qilasiz, baho berasiz. Tuxumni sarig'i mumkin emas, sarig'i bo'lganda deylardi. Endi sariq samosa bu jigarga borib taqaladi. Shu gap qanchalik to'g'ri? Endi to'g'ri aytilganki, o'sha ota-bobolarimiz ham o'zini tajribasiga qarab turib aytilgan bu narsalar. Bizada ham o'sha tuxumni yeyilganda, sirrozlarda, masalan, bitta dona tuxum kuniga yesin. Yo'q, noto'g'ri narsa. 2 tami, 3 tami, 4 tami yeyib kelib qolsa yesa bo'ladi, lekin o'sha sarig'ini olib tashlash kerak. Tuxumning oqi bo'ladi, o'sha oqsili bo'ladi, o'sha bemorlarimizga juda foydali bo'ladi. Mana shu sarig'ini olib tashlash, sarig'ini yemadigan sabab nimada o'zi? Meditsinskiy sababi. Endi birinchidan o'sha sarig'ning tarkibida yog'lar bo'ladi. O'zini o'sha aytganimizdagi biz berayotgan naqamizda o'sha energetik balansi oshuv bo'lish kerak emas-da, o'zida me'yori bo'ladi-da o'sha jigar sirrozlarda. Endi sarig'ligini ko'payib ketib qolsa, birinchidan allergiya foni ham kuzatilishi mumkin. Katta allergetik bo'lishi mumkin. O'shandan keyin har xil yana o'zi jigar kasalligi bo'lib turib, yana qo'shimcha yana allergiyasi ham qo'shilib qolsa, u уже bemorga yana bitta nagruska bo'ladi-da.
shu jigar sirrozi bilan kasallangan insonlar, jigar sirrozi boshlanayotgan insonlar ko'p qiladigan xatosi siz tajribangizdan nima xatoni ko'p qilishadi? Jigar sirrozi bo'lgan bemorlar agar o'zini kasalligini hali bilmagan holatda bo'ladigan bo'lsa, hali aytganimdek kompensatsiya davrida agar biza doktorlarning yoniga vaqtida kelsa, dekompensatsiya davriga o'tishini biz sal saqlab qolishimiz mumkin, cho'zib berishimiz mumkin. O'sha davrgacha e'tibor berib, lecheniyalarni qilsak, xudo xolasa, birinchidan umri cho'ziladi shu insonlarning. Ikkinchidan, o'sha shunaqa kasalligini bilib turgandan keyin o'ziga yaxshi e'tibor berishni boshlaydi, sal o'zini ayashni boshlaydi. Og'ir narsalar ko'tarmaydi, alkogol iste'mol qilmaydi. Masalan, virusning gepatiti bo'ladigan bo'lsa, virusga qarshi lecheniyasini oladi. Mana shularni qilsa, kasallik avjiga chiqmaydi. Endi ko'p xato qilib qo'yadigan narsalar bizda keladigan bemorlarning 90% o'sha dekompensatsiya paytida keladi. O'sha jigarda katta o'zgarish bo'lgan holatda keladi. Shuni oqibatida doktorga davolashga ozgina doktorlar qiynaladi. Aytganingizdek, buni oxirgi sirrozi oxirgi davri bu o'sha rakkacha olib keladi. Transplantatsiya degan narsa ham hali aytganimizdek, agar jigar dekompensatsiya davrigacha boradigan bo'lsa, bitta dekompensatsiya bilan ish bitadi. Bu ham hozir endi Toshkentda qilinyapti. Endi unisini keyingi mavzuda men sizlarga yoritib beraman. O'sha transplantatsiya masalasi bo'yicha. Mana bilamiz, oldinlari jigar sirroz asosan kattalarda uchrardi. Yosh katta insonlarda 40 dan keyin, 50 dan keyin, o'rta yoshli insonlar uchrardi. Haligacha ham jigar sirrozi kattalarda uchrayaptimi yoki o'sha jigar sirrozi yoshlarda yoki bolalarda ham uchraydigan davrga boshlandi? Kasallik yoshlarda deb aytilmaydi. Yoshlarda ham uchrashib turardi sirrozlar. Asosiy sirrozlarning yoshlarda uchrashishini gepatitlar hisoblanadi. O'sha gepatit B bilan delta qo'shilganda o'sha eng ashaddiysi 90% sirrozlarga olib keladigan delta virus hisoblanadi. Yoshlikda gepatit B bo'lib turib, unga yana qo'shimcha delta virusi qo'shilgandan keyin bu jadal rivojlanadigan sirrozlardan bir turiga kiradi. O'sha virus gepatit sirrozga tez olib keladi. O'shanda o'sha yosh bolalarda juda ko'p bolalar nobud bo'lib qoladi. Yana qiziq narsaki, agar mana masalan yoshlikda tug'ilgan bolada mana gepatit B bilan bo'ldi, kasal bo'ldi. O'sha gepatit B bilan kasal bo'lganidan keyin buni ayni vaqt o'tganidan keyin deltani yuqtirib qo'yishini oldini olsak, profilaktika qilsak, to есть borgan joyga o'sha stomatologiyada sterilniy instrumentlardan foydalanish, keyin o'sha sartaroshlik ham borayotganda juda ehtiyotlik bilan qarab tursa, o'shanda delta yuqish ehtimolligi bo'lmaydi-da, bunaqa sirroz bo'lishini oldini olishimiz mumkin. Asosan 90% sirrozlar virusli gepatitlarda delta vujudga keltiradi. Mana shu yosh bolalarda tug'ma ham bo'ladimi sirroz? Tug'ma sirrozlar bo'ladi. Tug'ma sirrozlar bo'ladi. Hali aytganimdek, genetik kasalliklar bo'lganida, genetik kasalliklar borki, jigar kasalliklari genetik kasalliklarning bir turkumiga demoqchisizki, avloddan avlodga suradi. Bor. Yo'q, avloddan avlodga emas. Bu genetik kasalliklar qaysidir masalan vaqtda populyatsiyada paydo bo'lib qolishi mumkin. Masalan, 10 ta bolasidan bittasida chiqib qolishi mumkin. Bu o'sha modda almashuvi buzilishidan kelib chiqadigan autoimmun kasalliklar bo'lishi mumkin-da. O'sha ham sirrozga olib keladi. Shunaqalar bo'ladi. Lekin ular juda kam miqdorda bo'ladi bolalarda. O'tgan safargi videomizda gepatit haqida gaplashganimizda aytganingiz, inson gepatit A bilan kasallangandan keyin qaytib kasallanmaydi. Immunitet o'sha umrning oxiriga shakllanadi. Gepatit A virusi sirrozga olib keladimi yo'q? Gepatit A virusi sirrozga olib kelmaydi. Chunki gepatit A bu mezenximalniy vоспалительный proses deyiladi rus tilida. Bu butunlay sog'lom tuzalish bo'ladi. Prognozi oxiri tuzalish bo'ladi. U hech qanaqa xronizatsiyalarga bermaydi. Xronskiy surunkali
formaga o'tmaydi. O'sha uchun gepatit A butunlay organizmdan to'liq butunlay tuzalib ketadi. Qachonki yana bitta moment bor, asorati bo'lishi mumkin. Biz aytamiz, kasal bo'lib o'tgandan keyin gepatit A bilan biz aytamiz 3 oy, 6 oy kuzatib yurishimiz kerak. Biz kuzatishimiz kerak. O'sha biz kuzatayotganimizda o'sha og'ir ishlarni, o'sha anaqa jismoniy zo'riqishlar qilish kerak emas shu bolalar. Nimaga olib kelishi mumkin? Jigar sirroziga olib kelmaydi bu narsa. O't yo'llarini diskineziyasiga olib kelishi mumkin. Keyinchalik bu bolalar katta bo'lgandan keyin o'sha o't qopi kasalliklarga vujudga kelishi mumkin shu odamlarda, bolalarda. O'sha uchun shunga e'tibor berishimiz kerak bo'ladi. Jigar sirrozi insonni hayot tarziga qanchalik ta'sir qiladi va insonni hayot tarzi sirrozni paydo bo'lishi yoki sirrozni avj olib ketishiga qanchalik ta'sir qiladi? Sirrozni agar sirroz bo'lgan odam birinchidan ruhan tushib qoladi. Ko'p bemorlarimiz kelganda sirroz bo'lib qoldim deb xafa bo'lib, hayotdan umidini uzib kelishadi. Demoqchi bo'lganim, o'sha Allohim yaxshi ko'rgan bandasiga sinov beradi, lekin shu sinovlardan shu insonlar yaxshi o'tadi qachonki o'z vaqtida doktorlarga murojaat qilsa, o'sha murojaat qilgan paytida biza qo'limizdan keladigan yordamimizni berib, o'sha jigar faoliyatidan tiklanishiga yordam beramiz. O'sha uchun kimda shunaqa muammolar bo'ladigan bo'lsa, bemorlar bizning klinikamizga kelib, bizning kanalimizga telefon qilsanglar bo'ladi. Biz qo'limizdan keladigan yordamimizni beramiz. Yana bir aytgan gapingizga, shu sirroz bo'lgan odamlar masalan boshqa ishini qilib yursa bo'ladi, lekin aytganimdek o'zining stadiyasiga qarab sirrozni kompensatsiya davrida inson xuddi o'zini sog'lom deb yuradi. U hech qachon bilmaydi shu kasallikni. Dekompensatsiyada bu degani o'sha suyuqliklar paydo bo'lganda, assid paydo bo'lganda, oshqozondan qon ketganda bular o'zini kasal deb bildirib qo'yishadi. Kompensatsiya davrida bemorlar tutib yuraveradi, bemorlar ishini qilib yuradi, mashina haydaydi, ishiga borib keladi. Bunda bemorlar o'zini tutsa bo'ladi. Dekompensatsiya paytida ko'proq o'sha kasalliklar, asoratlarning oqibatida bemorga qiyinchiliklar tug'diradi bu narsa. Mana shu jigar sirrozini inson barvaqt aniqlash uchun yoki tez yoki shunga uchrab qolmasligi uchun jigar sirrozi qanday analizlar topshiriladi, nimalar qilinadi? Jigar sirrozini bilishimiz uchun birinchi o'rinda mana inson hech qanaqa kasal bo'lmagan. 1 yilda bir martalab o'sha check-up deymiz, organizm o'zini yaxshi ko'radigan odam, o'zining sog'lig'iga o'ziga e'tibor beradigan odam 1 yilda bir martalab erkaklar o'zini analizlarini o'tkazish kerak, ayol o'zini analizini o'tkazish kerak. Lekin o'shanda ham 1 yilda bir martalab bo'lmaganda jigarni uziy qilish kerak. Jigar uziy qilganimizdan keyin agar jigarda o'zgarishlar bo'lmaydigan bo'lsa, biz chuqurlashmaymiz. Bu eng oddiy misol, oddiy uziy. Agar uziyda o'zgarishlar bo'ladigan bo'lsa, unda protokol bo'yicha biz tekshiruvlarni o'tkazishimiz kerak bo'ladi. Protokolda uziydan tashqari yana biz elastografiya degani yoki fibroskan degan tekshiruvimiz bor. U jigari qattimligini, qanaqa darajada ketganligini, fibroza qaysi darajada bo'layotganini ko'rsatib beradi. Oldin bunaqa metodikalar bo'lmagani hisobida jigardan biopsiya olinardi, mikroskopda ko'rinardi shu narsa. Hozir texnologiyalar shunchalik kuchayib ketgani uchun odamlarni shu jigarni teshmasdan turib, hujayrasini ko'rmasdan turib, shu elastografiya yoki fibroskandan juda foydalanyapti. Bu ham juda yaxshi natijalar beryapti. Shuni hisobiga qarab turib, mana biz dori beramiz. Jigar sirrozi deb aytaylik, sirroz ketyapti. Dori beryapmiz. Bizda o'sha fibroskanda ko'rsatyapti, F3, F4 deb ko'rsatyapti. Bu miqdorini, qancha darajada zararlanganini ko'rsatyapti jigar. Dori beryapmiz, o'sha 1 oydan keyin yana tekshiryapmiz. Agar dorimiz yaxshi ta'sir qilib, jigar faoliyati yaxshilanayotgan bo'lsa, fibroskanda miqdori o'sha F3, F4lari F2 ga tushishi ehtimolligi bo'ladi. To'g'ri назначение bo'lgan bo'lsa, to'g'ri yo'nalish bo'lgan bo'lsa. Shunaqada biz shu jigarini faoliyatini yaxshilanayotganligini ko'rishimiz mumkin. Chunki jigar faoliyatini yaxshilanayotganini tashqaridan bila olmaysiz.
ichidan bo'layotganda Analiz orqali. da o'sha imенно o'sha instrumental tekshiruv natijasida bilishimiz mumkin-da. Mana shu fibroskanda norma necha jigarda nimasi? Fibroskanda normasi 5,8 gacha o'zini normasi bo'ladi. Lekin fibroskanni ham qilayotganida shunaqa narsalarga e'tibor berish kerak bo'ladi. Kimda o'zi keladida balon ko'rsatvoradi. Menda 7 ko'rsatvordi yoki 8 ko'rsatvordi. Bunaqa paytlarda fibroskanga ham tayyorgarlik qilib borish kerak. Hamma joyda och qoringa borib, yog'li ovqatni kamroq yeb kechqurun o'zini qanaqa tinch holatda borib shu narsani tekshiruvni qilsa bo'ladi. Yana aytgandek, o'sha mutaxassislarga ham bog'liq bo'ladi. O'sha to'g'ri mutaxassis agar to'g'ri qilib o'sha o'lchamlarni qilib bersa, doktorga katta yordam bergan bo'ladi. Lekin shunaqa momentlar ham bo'ladiki, doktorlar shu narsani malakasi yo'q inson shu narsani qilib qo'yib, kasallik ham vahimaga uchradi. Ikkinchidan bizani ham xatolikka yo'l qo'yishga yo'l beradi. O'sha uchun hamma joyda o'zini mutaxassisi, o'qib kelgan mutaxassislari bo'lishi kerak. Mana aytdingiz, kompensatsiya davri, dekompensatsiya davri dedingiz, mana shu davrlar, 3 ta davrda aytdingiz. Bir davrdan ikkinchi davrga o'tib ketishiga insonda qancha vaqt bo'ladi o'rtada? Qancha vaqt o'tib ketib qoladi? Endi bu narsani, bu savolga javob qanaqa bo'ladi? Birinchidan, qaysi turdagi sirrozga bog'liq. Bu birinchidan. Virusli bo'ladigan bo'lsa, bu tez o'tib ketib qoladi. Asosan deltani aytayotganim, juda hozir ko'p uchrayapti delta bizada. O'sha davrda tez o'tib ketib qoladi. Tez deganingiz qancha? 3-6 yil ichida jigardan o'sha sirroz hech nima qolmashi ham mumkin-da, o'sha imенно delta davrida bo'layotgan bo'lsa. Demak, agar insonda delta virusi aniqlansa, 3-6 yilda bu juda ham og'ir holatga olib keladi, to o'lim holatigacha olib keladi. Bu agar o'ziga e'tibor berib turgan paytda aytayotgan narsa. Agar undan battar e'tibor bermasdan turib, alkogolni iste'mol qilib, og'ir ishlarni qiladigan bo'lsa, bu srok juda qisqa bo'ladi. O'sha uchun aytmoqchi bo'lganim, haligi gapimda ham aytdim, 6 oyda bir martalab bo'lsa ham o'sha uzi qilib turib, o'zini holatini qarab turish kerak. Holat o'zgaryaptimi, doktor yoniga uchrashish kerak. Agar inson sirroz bo'lib turibdi-da, lekin yana baribir zararli odatlarni qilib turibdi, ovqatini noto'g'ri yeyapti, o'sha yog'li ovqatini yeyapti, jismoniy zo'riqishlar qilyapti, конечно, sirroz tezlashib progressiyaga boradi. Agar odam o'sha paytda inson o'ziga e'tibor berib, hozir oxirgi paytda insonlar o'ziga e'tibor beradigan bo'lib qolishdi. Mana o'ziga e'tibor berib tursa, bu narsani avvalam o'zi hozir yordam beryapti jigarini yaxshilanishiga. Ikkinchidan bu yoqda doktor ham qo'shilsa, undan ham yaxshi bo'ladi. O'sha uchun yana aytaman, agar jigar shu sirroz bo'yicha savolinglar bo'ladigan bo'lsa yoki qanaqadir maslahat kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol bizani kanalimizga murojaat qilsanglar bo'ladi. Bizani administratorlarimiz o'sha doktorlar bilan ulab sizlarga malakali to'g'ri yo'nalish berishga biz ham tayyormiz. Shu yerga mana bitta gap kelib qoldi. Kommentariyada o'qilganda bu narsa. O'shani sizga bering. Menda jigar sirrozi aniqlandi. Nima dori iching, nima dori tavsiya qilasiz deydi-da insonlar. Prosta yozadi. Bu shunaqa insonga nima deb javob berasiz? Unaqa insonga javob berishimiz uchun menda sirroz chiqdi degani o'sha haligi gaplarga qarab turib, nimadan, qaysi sirroz ketyapti, qaysi turi ketyapti, qaysi bosqichi ketyapti, shunga qarab turib nima dori berishimizni bilamiz. Qaysidir paytlarda kepatoprotektor, to jigar faoliyatini yaxshilaydigan preparatlarni beramiz. Mutaxassis bilan maslahatlashgan holatda qilish kerak bu narsani. O'z boshimchalik bilan qilish kerak emas, chunki o'sha paytda sizga balkim o'sha mutaxassis to'g'ri vaqtida to'g'ri maslahat bersa, dekompensatsiya davrigacha o'tib ketmasligini oldini olishimiz mumkin deb, o'shanda bemor hayoti juda chiroyli bo'lib, umri uzoq bo'lib yashab yuradi. Jigar sirrozida insonda qanday psixo-emotsional holat kuzatiladi? Psixo-emotsional holatni ta'siri bormi? Psixo-emotsional holatda любой odam agar jigar kasalligi bo'lib yo sirroz deganni eshitgandan keyin ruhan tushib qoladi. Bu tabiiy holat, lekin o'sha momentlarda o'sha uydagilarning yordamchilari, o'sha eri, xotini, bola chaqalari bu holatdan chiqarishadi. Oilaviy sharoit bilan ahvolda chiqaradi. Lekin shunaqa momentlar borki,
emotsional holatlar borki, buni chiqarish juda qiyin bo'ladi, chunki qanaqa bo'ladi? Sirroz degandan keyin asorati borda, jigar ensefalopatiya degan narsa borda, o'sha agar zaharlanish kuchli bo'lib, hujayralarning parchalanishi oqibatida bilirubinning miqdori yuqori bo'lib turib, o'sha ammiak, erkin ammiak qonga chiqib, ammiak miyaga borgandan keyin eng yaxshi ko'radigan joyi shu hisoblanadi ammiakka. O'shanaqada inson asabiy bo'lib qoladi. Keyin xotira pasayib ketib qoladi ularda. Jahldor bo'ladi, yo'q joydan to'polon qiladi yoki yig'loqi bo'lib qoladi. O'shanaqada biz aytamizki, bu kasal bo'lib qolibdi yoki emotsionalniy nelabilniy deyiladi. Yo'q, bu unaqa emas. Bu o'zini kasallikni asorati. Jigar yetishmovchiligida kelib chiqadigan holat deyiladi, jigar ensefalopatiyasi deyiladi. Buni paytida agar e'tibor bermasak, bu komagacha olib keladi. O'sha uchun demoqchi bo'lgan narsam, haligi o'sha holat kuchayayotganda analizlar tekshiriladi. O'shanda psixoemotsionalniy holatda qandayligini bilishingiz uchun bu o'zida ruhan zo'riqish paydo bo'lyaptimi yoki kasallikning hisobidan bo'layotganligini bilgingiz kelsa, o'sha o'zini analizlari bor. Erkin ammiakka tekshiriladi. Erkin ammiak miqdori yuqori bo'lsa, bu degani jigar ensefalopatiyasi belgilari ketayotganligini ko'rsatib beradi. Inson o'zi asli qanday shu psixoemotsional oxiratda o'zini olib yurishga harakat qilish kerak? Mana shu aniqlangandan keyin o'zini qanday tutish kerak? Sog'ayish uchun birinchidan o'zini qo'lga olish kerak edi. Har bir dardning davosi bor. Dardni davosiga agar o'zini kuchi yetmasa, shu ahvolga chiqishga doktorlarga bizga uchrashsa, biz shularga yordam beramiz. To'g'ri yo'nalish olishi kerak bo'lsa, davolasini ham korreksiya qilib beramiz. Jigar sirrozi yoki jigar bilan bo'ladigan muammo odamning yuz terisida, yuzida qanaqadir aks etadimi? Nimasidir ta'sirlar bo'ladimi? Dog' tushadimi ko'zning tagiga yoki qanaqadir nimalar bo'ladimi? Jigar sirrozida yuzda ham o'zgarishlar bo'ladi, to'g'ri, lekin uni qaysi sirrozga qarab bo'layotganligini ko'rinadi. Birinchidan o'sha sirrozlarda ko'pincha bilirubin miqdori ham ko'tarilib ketishi mumkin. Chunki o't yo'llarda ham o'zgarish bo'lganidan keyin o'sha sarg'ayib ketish bo'ladi. Lekin ertalaganidan keyin yuzda shishlar bo'ladi, qog'oning tagida shishlar paydo bo'ladi. Chunki albumin organizmdan chiqib ketgandan keyin shishlar bo'ladi. Bezbelkovый отек deyiladi. O'shalarning oqibatida shundan yuzidan ham bilsa bo'ladi. Dog'lar qachon paydo bo'ladi? Dog'lar o't qopini yaxshi ishlamaganligi oqibatida bo'ladi. Lekin asosiy jigarni belgilari, sirrozi belgilari o'sha aytilganimizdagi jigar ensefalopatiyasi, qorinda suyuqlik yig'ilishi, buyrak yetishmovchiligi, o'sha gepatorrenal sindrom deyiladi. O'sha aytganingizdek varikoz tomirlarni kengayishi oshqozonda, o'shalar asosiy vujudga keltiradi. Lekin jigar sirrozi bo'lgan odamni uzoqdan ham ko'rsangiz bo'ladi, shunda qorni shishib qolgan bo'ladi. Lekin shundoq anaqasida e'tibor bersangiz, o'sha qorni shishgan hisobidan o'sha ko'plar qorin katta, oyoqlar kichrayib ketadi, odam o'zi ozib ketadi. O'sha ozib ketgandan keyin xuddi paukka o'xshab, o'rgimchakka o'xshagan holatda bo'lib qolgandek bo'ladi, ko'rinadi. O'sha uzoqdan o'sha ko'rsangiz bo'ladi, bu odamda sirroz ketayotganligi bo'layotganligini bilsangiz bo'ladi. Shuhrat aka, mana endi yakun yasab qo'ysak jigar sirroziga. Jigar sirrozi qanchalik xavfli kasallik? Xavfli tomoni, agar bemorlar o'z vaqtida doktorga murojaat qilmaydigan bo'lsa, buni oqibati yaxshi bo'lmaydi. O'sha uchun aytmoqchi bo'lgan narsamiz, hali aytgan hamma gaplarda eshitgan bo'lsanglar, jigar sirrozini namoyon bo'lingandan keyin kasal qaysi doridan qat'iy nazar bilib qolganidan keyin mutaxassisga uchrashishini tavsiya etamiz. Jigar sirrozi bolalarda ham uchraydimi yoki faqat kattalarda uchraydimi? Bolalarda ham, kattalarda ham uchraydi. Jigar sirrozi avj olib ketishi, o'sha letalniy ishodga olib kelishi qanchalik tez rivojlanadi? Bu jigar sirrozi turiga bog'liq, turiga qarab turib, qaysidir turlari tez vujudga keltiradi. Bir yil ichida odam nobud bo'lib qolishi mumkin, qaysidir 10 yillab bo'lishi mumkin. Jigar sirrozida ovqat rejimi, insonning ovqat rejimi qanchalik muhim rol o'ynaydi? Katta rol o'ynaveradi. Agar jigar sirrozida diyetaga 5-stolga rioya qilinsa, shu aytilgan haligi hamma gaplarga qo'shilib, bemor o'zini komfort tutadi. Jigar sirrozi bor inson hayot tarzini qaysi tomonga o'zgartirish kerak?
Jigar sirrozi bo'lgan odam hayotga faqat pozitivga qarashga harakat qilish kerak. O'sha ahvolda bu inson bu ahvoldan chiqib ketishga o'zi yordam beradi, ikkinchidan bu yoqda doktorlar yordam beradi. Jigar sirrozini qaysi vrach davolaydi? Jigar sirrozini turiga qarab turib, agar virusli bo'ladigan bo'lsa, infeksionistlar davolaydi, lekin o'zi aslida gepatologlar davolaydi. Hozirgi paytda gastroenterologlar ham shu narsa bilan shug'ullanadi. Jigar sirrozini qanday turlari bor? Jigar sirrozini turlaridan aytilgandan keyin virusli bor, virus etiologiyaligi bor, alkogolli etiologiyaligi bor, o't yo'li o'zgarishligi bor. Modda almashuvini oqibatida kelib chiqadigan anaqa sirrozlar ko'p. Jigar sirrozi ko'proq erkaklarda uchraydimi, ayollarda uchraydi? Ikkalasida bir xil uchraydi. Shuhrat aka, suhbatingiz uchun, ajratgan vaqtingiz uchun katta rahmat. Sizni tomosha qilib turgan insonlarga tilagingiz va ko'rsatmalaringiz. O'sha hamma bizani eshituvchilarimizga, bizani podpисчиklarimizga tavsiya beraman. Birinchidan o'zingizlarni ehtiyot qilinglar. Agar shunaqa kasalliklar sizlarda bo'ladigan bo'lsa yoki tanishlaringlarda bo'ladigan bo'lsa, bemalol tortinmasdan bizani kanalimizga, bizani administratsiyamizga murojaat qilsanglar, biz professional darajada konsultatsiya qilib, sizlarga shu to'g'ri yo'lni olishga yordam beramiz.